Bir. Okay. So, bugun grammatikamiz providing that. Yep. Bugun grammatikamiz provided that yoki providing that. Ikkalasi ham sharti bilan. Ifga sinonim, lekin if bulardan ko'ra ko'proq formalroq. Ular alternativ ishlatsa bo'ladi. Ya'ni only if ham bo'lishi mumkin. O'shalarning o'rniga ifni o'rniga unconditioned that bo'lishi mumkin. Ifni o'rniga to'rtalasi ham ifni o'rniga ishlatiladi. Ma'nosi deyarli bir xil. Xo'p, tarjimasi sharti bilan bo'lsa ekan, men senga telefonimni beraman, himoya qilish sharting bilan, himoya qilish sharti bilan. O'zbek tilida xuddi mana shunaqa gaplar ingliz o'rgan payt bizga mana shular kerak bo'ladi, to'rtalasi. Yoki men senga mashinamni beraman, urib yubormaslik sharti bilan. Like this. O'zbekchasi shunday ikkinchi first step is meaning, second step structure. Xo'p, structurasi keladigan bo'lsa, birinchi main clause asosiy gap. Bu gap o'rtasida provided that, undan keyin condition holat keladi. Hozir buni maydalab tushuntiraman. Yoki provided that gapni boshida kelishi mumkin. Bu yo gapni o'rtasida kelishi mumkin. Farqi yo'q. Bu adabda condition keladi. Bundan keyin main clause. Xolos, provided thatdan qanaqadir holat. Telefonimni berib turaman. Telefonimni berib turaman. Sindirib qo'ymaslik sharti bilan holat telefonimni berib turaman. Xuddi mana shundayda holat kelishi kerak qanaqadir. Xo'p, endi mana subject, will, can, may va verb keladi. Bundan keyin provided that keladi. Ya'ni subject present simple. Agar xuddi mana shu grammatikani provided that gapni boshqa chiqadigan bo'lsa qanday bo'ladi? Mana gapni boshqa chiqadigan bo'lsa, bunday bo'ladi. Misol uchun mana bu tarafi bu yoqqa ko'chadi. Virgul xuddi mana shunday bo'ladi. Ana o'chirib tashlasam, mana. Yes. Provided thatdan keyin nima kelishi kerak ekan? Present simple kelishi kerak ekan. Boshqa zamonlardan qo'ysak bo'ladi. Lekin future zamonlar kelmaydi umuman. Subject provided thatdan keyin. Undan keyin gapda kelsa bo'laveradi. Xo'p, ketdik. Yana provided gapni o'rtasiga kelishi, gap boshida kelishi. Mana shu struktura bo'yicha millionlab gap desa bo'laveradi. Birinchisi. Uchinchi qadam example beramiz. Misol beramiz. You can have a pet. Men senga mushugimni berib turishim mumkin. Senga mushuging bo'lishi mumkin maybe. This is here. Uy hayvoni boqishing mumkin. Provided that you look after it properly. Unga yaxshiroq qarashing sharti bilan. G'amxo'rlik qilish sharti bilan. Xuddi mana shu gapni qaraylik, ikkiga bo'laman. Misol uchun mana bu bitta gap oddiy, mana bu bitta oddiy gap. O'rtada provided that bor. Yes, mana bu oddiy bitta gap, ega ismli gap, bitta gap. Xuddi o'shani provided thatni qo'shgan holda yuqori grammatika qilyapti. Mana bunday qo'shib yuborsak, yuqori grammatika bo'lyapti. Xuddi mana shu ikkita mukammal gapni o'rtasiga provided that bilasizlar. O'xshaydi. Let's break deyapti, ya'ni qisma o'rgatadi. Ya'ni ham boshlang'ich darajada, misol uchun you, sen, can, mumkin, have ega bo'lmoq, pet uy hayvoni. Ya'ni sizni uy hayvoni boqishing mumkin yoki sizni uy hayvoni bo'lishi mumkin. Va provided that sharti bilan, qanaqa sharti bilan? You look after properly, you, sen, o'sha you o'rniga qolgan ekan qo'yib ketaverasizlar. Look after g'amxo'rlik qilmoq, fe'l qolgan fe'l qo'yib ketaverasizlar. Unga it petga qarab aytilyapti. Properly to'g'ri ravishda, yaxshi holatda, yaxshi degan ma'noda gapiryapti ekan. Mana buni stop qo'yib qaytadan tushunmasinlar bo'laveradi. O'qisinlar bo'laveradi. Full meaning. Hop, you can have a pet bu o'qigan narsamiz. Hop, bu yog'i no. Okay, ketdik. Example 2. We will accept your application. Accept my application hujjatingni qabul qilamiz. Provided that nima sharti bilan? Send them all documents. Hamma dokumentlarni jo'natishing sharti bilan. Agar jo'natsak hammasini keyin qabul qilamiz degan ma'noda gapiryapti. Ya'ni provided thatdan keyin o'sha holat kelishi, condition kelishi. Nimadir sharti bilan. Xo'p, buni ham shu gapni qisqa parcha break qilib chiqyapti.
Xo'p. Okay, next. The position in the sentences. I will help you provide that you tell me the truth. Men senga yordam beraman. Provided that nima? Haqiqatni, truth, haqiqatni aytishing sharti bilan. Agar aytsang yordam beraman, yordam beraymi? Shart qo'yapti. Bu grammatikal shartlar ishlatadilar, shart qo'ygan paytda. Xo'p, haqiqatni aytishing, okay. This is va stop qilib gap tuzish kerak. Bo'ldi, stop qilib gap tuzish kerak. Va strukturani ko'rsatib mana bu yerda. Va struktura mana. Mana struktura where this ya. Stop qilib gap tuzish kerak. Chachpik tashlash kerak. Xato bo'lsa xato, to'g'ri bo'lsa to'g'rini to'g'rilab beradi. Xato bo'lsa. Xuddi mana shunday. Xo'p. If the alternative varianti bu deyapti va provide that stronger condition kuchli holatlarda keladi deyapti. I will help you provide the trust here. This is Files qatorga o'tamiz endi. Xo'p, you can borrow my laptop. Laptopimni olishing mumkin. Qarzga olib turishing mumkin. Provided that nima bilan? You return it tomorrow. Uni ertaga qaytarishing sharti bilan. Ertaga qaytarsang beraman, desa beraymi? O'sha ma'noda gapiryapti. Students may leave early provided that they finish tests. Testini tugatishi sharti bilan studentlar erta ketsa bo'ladi. Xo'p, xuddi mana shunaqa gaplar pastdagilar ham. Common mistake. What is common mistake? Step 8. Provided thatdan keyin deyapti, if future simple kelmaydi, oldin kelsa bo'laveradi. Lekin undan keyin kelmaydi deyapti. Mana xato gap. Provided that mana buni. Undan keyin mana buni qaranglar, future simple kelyapti. No, mumkin emas. Simple zamonlar keladi. Provided thatdan oldin kelsa, it's okay. Hop. Provided thatni o'rniga providing thatni ham qo'ysa bo'laveradi. Ikkalasining farqi yo'q. Hozir mana shuni o'rtaga misol любой bitta gap olagan bo'lsak, qarab where is the sentences? Mana providing that you tell me trust, I will help you. First. Bir xil. Xo'p. Mana bular qaranglar, ikkalasi ma'nosi bir xil degan ma'noda gapiryapti. Qanday? Chunki ikkalasida ikkita grammatik bir xil grammatika bor. Bittasi provided that bor, bittasida only if bor. Lekin ma'nosi bir xil. Gap bir xil. Ega can fe'l, provided that if only va ega fe'l to'ldiruvchi, ega you finish fe'l, your homework to'ldiruvchi. Bir xil. Hop. This is the grammar